Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bu Usak kanali va men sizlar bilan Ubaydulloh. Bugun sizlar bilan ko'radigan narsamiz bu Telegramda tarqagan har xil APK fayllar. Bugun ularni ko'rib chiqamiz, ichki tuzilishlari, fayllari barchasini Usak kanalida ko'rib chiqamiz. Demak, biz boshladik. Telegramga o'tib olamiz. Yana oldindan aytib qo'yish joizki, bunday APKlarni Android tizimiga ega bironta qurilmada ochishingizni maslahat bermaymiz. Windows yoki Linuxda ochib ko'rishingiz mumkin. Lekin aslo Android qurilmalarida ocha ko'rmang. Demak, biz boshladik. Sizlarga yig'ib terib qo'ygan APK fayllar qani edi? Hozir topib olamiz. APK fayllar. İşte APK faylimiz TTC Documents XLS deb saqlangan ekan. Ko'rib chiqamiz. Fayllar, nusxalar, adashmasam bu eng mashhur panel dasturi bo'lishi kerak. Ochib ko'rganda mana shunaqa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. APK faylni Linuxda ochilgani, fayllari fayllarni ko'rib bo'lmas ekan. Adashmasam bu Android Studio orqali ochib ko'rish, Android Studio dasturi uchun ochib ko'rish mumkin. Shifrlangan ma'lumotlar. Menimcha bu ma'lumotlar egasiniki, APK faylni ochgan foydalanuvchini bo'lishi kerak. Shifrlangan barchasi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hech narsani o'qib bo'lmaydi, tushunib bo'lmaydi. Bunda ham xuddi shunday. Keyingi Web panel. Mana aytganda o'sha mashhur Web panel APK dasturi. Tashlanishi mumkin edi. Telegramda yo'q, hozircha topib olamiz uni ham. Ikkinchi mana shunaqa saytga olib o'tyapti. Bunda ham shunday. Web panel virus dasturini vazifasi nima degan odamlarga, bilmaganlar bo'lsa, Web panel bu odam noqulay ahvolga solib qo'yish uchun yaratilgan virus dasturi bo'lib, uni ochgandan keyin virus avtomatik ishga tushib telefonning, ya'ni mobil qurilmaning ovoz kuchaytirgich va pasaytirgich funksiyalariga zarar yetkazadi. Ya'ni qanday zarar yetkazadi? Bloklab qo'yadi. Ular ishlamaydi. Ya'ni bloklab qo'ygandan keyin o'zidan behayo ovozlar chiqariladi. Shuning uchun
ko'p kishi bu dasturni yaxshi biladi, VIPpanel dasturini. Shunaqa vaziyatlarga tushib qolganlar ham bor oramizda, yo'q emas. Mana VIPpanel haqida qisqacha ko'rib o'tdik. Hozir esa yana APK fayllar qidirib ko'ramiz. Yana nimalar chiqar ekan? Ko'rib aytib o'tamiz. Mana qolgan APKlar 12 APK, Base APK, VIPpanel APK, rasmlar APK, video 071225 MP4. E'tibor beramiz. Mana bu mobil qurilmalarda ko'rganingizda mana bu Telegram sizda oxiri MP4, ya'ni video shaklida keladi. Siz agarda og'ayningiz buni yuborsa hech qachon qabul qilmang, chunki og'ayingizning Telegram akkaunti ham Telegram akkaunti ham chopilgan bo'lishi mumkin. Yagona chegirmani tekshirish, valkart, shunga o'xshagan APKlarni hech qachon oddiy Telegramlarga ocha ko'rmang. apk.apk ni ko'ramiz sizlar bilan. Mana apk.apk ko'rishingiz mumkin. 1 2 3 4 ta fayl qulflangan. Yangi Android 2 fayllarni barchasini ko'rishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunday error chiqarib beryapti. Serdaji admin biz bo'lmaganimiz uchun bu Kotlin dasturlash tilida yozilgan ekan. Mana Kotlin fayli turibdi. Cheksem fayllar. Kotlin ko'rishingiz mumkin. Barchasi Kotlinda yozilgan. Assist. Mana JavaScriptdagi olingan baza ma'lumotlari ko'rishingiz mumkin. Qip-qizil 13102 satrdan iborat ekan. 13102 satrdan iborat ekan. Prompt ochmayapti bularni. Prompt vaqtini e'tibor berishingizni so'rayman. 01981-yilga qo'yganlik sababi ham nimada deb o'ylaysiz? Web 86 mana qulflangan. Parol so'rayapti. Taxminiy parol terib ko'ramiz. 1 2 3 4. Yo'q. QRT yo'q. Yuklangan yangi ma'lumotlar barchasi yuklanib. Ya'ni bu admin panelda bo'limdir. Adminning o'zi login parollarni kiritib, ma'lumotlarni tahrirlash yoki ma'lumotlarni olish uchun qo'llaniladigan bo'limidir APKni. Ikkinchisi mana video soxta rasmi, yana XRM, yana xuddi shunday narsa. Ya'ni bu ma'lumotlar jo'natish kodidir. MetaInf dasturlari, bu MetaInf servis xuddi shunday ma'lumotlar. .com Android build project
8.6 versiya Androidlarga yaratilganmi deyman. 8.6 versiyani deb yozib qo'yilgan ekan. Xo'p, bu tushunarli. Bu fayllar version fayllari bu. Adashmasam nimada ishora tubaytlik barchasiga bir xil matn. Adashmasam bu meta inf papkasi bo'lsa, unga tuzoqqa tushgan qurilmalar bo'lishi mumkin. Yana bilmadim. Papkasi barchasi 4 ta fayl ham 1 2 3 4 tasi ham bloklangan. Kodni ochish kerak bo'ladi. Keyingi papkani ko'rib o'tamiz. Web Google Play. Soxta rasm. Yana saytga olib boradigan soxta host domain. Qulflangan tushunarsiz kodlanishsa. Mana Kotlinda yozilgan asosiy dasturlardan bittasi. Ko'rib chiqamiz. 24 qatorli kod. Buyruq bajarilishi uchun kod yozilgan. Oxirgi fayl bloklangan. Mana ko'rishingiz mumkin APK'ning ichki fayllarini. Keyingisiga o'tamiz. 12 APK. Bunda ham xuddi shunday, lekin bloklangan fayllar yo'q. Sana 1981.01.01. Bu fayllar ochilmaydi. Bu ham Kotlinda yozilgan ekan. Inf version papkalar servis qanaqadir boshqacha fayl, ya'ni bu ichki fayllarni ko'chirib o'tkazadigan virus dasturiga o'xshayapti. Bunda esa hech narsa yo'q. Tacom Android build creating project 8.3 versiyadagi Androidlar uchun. Va ko'rishingiz mumkin version fayllari. Tuzoqqa tushgan mobil qurilmalarni versiyalari bo'lishi mumkin, balki. Bu qanday fayllar ekan? XML. Bu qanaqadir belgilar joylashtirilgan fayllar. Qanaqadir dastur ichiga o'rnatilgan virus
murakkabroq dastur ekan. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, murakkabroq dastur. Bunda ham xuddi shunday ko'rinmayapti. Name bor, size. Lekin bilsak, fayl ichiga qanaqadir qisqartmadagi fayl bo'lishi kerak-da. Masalan, Word fayllarini kirsak, Docs, PowerPoint, PowerPoint o'ziga yarasha dasturi bor. Masalan, Python, PE qisqartmasi asosida. Lekin bu fayllarda qisqartmalar asosi yo'q. Android X emas. Bu ham shunday. Tekstda ochilmoqda. Bin. Yo'q. Kotlin Project kodlari. Yo'q. Mana buni ham ko'rib chiqdik. Keyingi Base APK. Base APK sal soddaroq yozilgan ekan, fayllari kam. Buni ham JavaScriptda yozib chiqishgan. Yo, bu murakkabroq dastur ekan. Bu ancha murakkab dastur. Function. Bu nimaniki bo'lishi mumkin? Ancha murakkab yozilgan. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham endi CSS achar set UTF-8 shubhali. Buni ochib ko'rmagan ekanman oldin. Hop, keyingisini ochib ko'ramiz. Web panel. Web panel faylini ko'rib chiqdik. Rasmlar. Xuddi shunday rasmlar APK'sini ham ko'rib chiqamiz. Bu ham Kotlin dasturlash tilida yozilgan ekan. Kotlin kodlarini ko'ramiz avvalo. 24 qatorli kod. Barchasida bir xil. Nima deb o'ylaysizlar? Nimadir bormi? Kelinglar shu kodni sun'iy intellektdan so'rab ko'raylik. Qani? Sun'iy intellekt javobi nima? Buni tushuntirib bervazi. Vazifasini yaxshi, bunda shunaqa vazifa umumiy loyihaning qurilishi buyurtma sozlamalar tavsifi Android uchun Kotlin multiplayer ishlaydigan ko'rsatilgan. Kotlin versiyalar aniqlab beradi. Build tizimi diagnostikasi ila Android Studio tahlili loyihaning kiritish uchun ishlatiladi. Qator formati. Ushbu JSON strukturasi versiyaning bu formada qanday qilinadi? Juda yangi va kuchli versiya Android va Kotlin bilan Mouse 8.13 versiya to'g'ri. Kotlin Android loyihani ishlatish uchun Kotlin javon. Buni bir necha platforma o'rtasida Android, desktop, iOS. Eski Kotlin versiya bilan moslab bunday loyiha yangi Kotlin versiya ishlaydi. Project Android Target loyihaning Android uchun mo'ljallangan. Android Java asosida ishlaydi. Java versiyalari
nuqta. Kodda shubhali narsalar yo'q. Hop, ichki faylari. Bo'lmish. Hop. Mana joylashuvini ko'rib olamiz. Ya'ni download Telegram desktop fayli. Ichida bular rasmlar. Download Telegram desktop. Bunda emas, balki bunda bo'lishi mumkin. Home keli download Telegram desktop. To'g'ri topgan. Barcha APK'lar bu yonda. Endi ko'rib chiqamiz. Kodini buza olar ekanmizmi yo'qmi? Sudo kali o'tamiz. Ya'ni biz hozir HDD, ya'ni D diskka o'tishimiz kerak. Biz C diskda turibmiz. Ya'ni chiqamiz. ls ya'ni ko'ramiz. Project Sims temp user home cd home qilam. ls kali cd ali ls download desktop download cd download ls test boshqa faylga kirib qolganmiz hozir. Biz Telegram desktop demas, balki 1 terabaytlik clear orqaga qaytamiz. Clear sun'iy intellektdan foydalanamiz. Sun'iy intellektdan foydalanamiz. Bizda D diskka kirish kerak. Ya'ni terminal o'tish lozim. Shunda Windows SMD Windows emas. Kali Linux tizimi terminali orqali D diskka o'tish lozim. Aniqroq aytganda HTTP ga tushunib olamiz.
name yozamiz. To'g'ri. Run ls bin bot media user var. Manimcha rot bo'limida bo'lishi mumkin. cd rot ls handshake rasmlar Sherlock Documents. Yo'q, mana adashdik. Demak, o'tdik. ls home papkasi kerak bizga. cd home papkasiga o'tamiz. ls kali home papkasidan kaliga o'tamiz. cd kali ls mana endi bizga kerakli papka mana bu Dovlands papkasi hisoblanadi. Dovlands kirib olamiz. cd Dovlands ls ko'rishingiz mumkin. Mana barcha faylllari endi bizga hozir ko'rib chiqqan qaysi apk mevjudlarim Dovlands kerakli apk. Yani qaysi biri kodlangan edi. Kodlangan apklarni topib olamiz. Telegram desktopdan qidiramiz. Base apk yo'q, kodlanmagan. Rasmlar apk mana rasmlar apk 173 apkni topib olamiz endi. cd telegram desktop adashdik. cd telegram desktop telegram desktop fayl topib kasana mana Ctrl+S solamiz. cd yutib olamiz. ls mana barcha Telegram desktopdagi fayllar endi bizga kerak. cd rasmlar 173 nuqta apk shunday bo'ldi bizga kerakli apk. cd
rasmlar bu yoqdan topib olishimiz kerak. APK'lar deganman, APK'lar. Qani rasmlari APK'si. Web panel, video. Mana bunisini sinab ko'ramiz. Shift-S CD va ls. Nimaga kirmayapti bu? Savol qilyapti hozir. Sun'iy intellektga murojaat qilamiz. Kanal va bu xato sababli CD noto'g'ri joyga CD rasmlar APK va faqatgina papkaga direktor papka ekan. CD direktori CD papka APK fayl CD o'tmaydi ls5 agar papka bilan APK ishlamay fayl ko'rish ls APK demak va mana APK fayllarimiz ma'lumot ichidagi larni ko'rib chiqish. Ko'rib chiqish. APK kompyuter ishdagi fayllar ls joriy APK APK ichidagi larni ko'rib chiqmoqchiman. Sesur APK bu zip APK ichidagi ochmasdan ko'rish. Fayl nomi APK. Masalan, rasmlar 173. Rasmlar 173 va zip rasmlar Shift-S va yuboramiz. Zo'r, xatoni ko'rib turibman. Bu klassik nom muammosiga o'zibda bo'lmayapti. Avval aniqlaymiz. ls kiribmiz. Agar faqat uzun bo'lsa APK faqat APK demak bizdagi APKlar shulardan iborat. Va kitirilmay tashlab olamiz. Zo'r, endi aniq muammo faqat normal qurollar ko'rish tez rasmlar uchun. Masalan, hop bizga ham xuddi shu narsa kerak edi. Mana APK fayllari terminal orqali ko'rdik. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Endi ichidan kodlangan ma'lumotlarni ajratib olish usulini ko'ramiz. Ikkinchi usul APKni papkaga chiqarib ko'rish. CD rasmlar
to'liq usul upload. Agar struktur toza va tushunarli qilmoqchi bo'lsangiz, o'rnatish ular shart emas. nomidagi video rasm tekshirish. olish lozim. Ko'rib chiqamiz, applicatsiyadagi qulflangan fayllarni ajratib olish lozim. Yaxshi, anaqa applicatsiya qulflangan fayl deganda ularda qaysi biri ekanini to'g'rilab, zip fayl tekshirish. Agar shunday chiqsa, tekshirish, ajratib olish. Parol yo'q bo'lsa haqida yordam bera olaman. Ana shunday. Avval ko'rish kerak. Yordam bera olaman debdi. Uning uchun ko'rishimiz kerak. Shriftlarni 938 ta fayl. Yo'q. Bunday chiqyapti. Ajratib olish agar parollar bo'lsa. Shriftlar sword şerif password mesela kale yok hata şerif kütürleyiz fırlangan qolganlarni chegara bilan parol buzish bilan forsa chetlab o'tish bo'yicha yordam bera olaman. Qanday noqonuniy parolsiz ochiladigan hamma narsani ajratib olish. Bugun ishdagi video yashirilgan tekshirish. Bugun Ctrl+C Ctrl+. Oho, mana rasmlar va ana rasmlar. Ichidagi tengi fayllarni barchasini bir papkaga yig'ish kerak. Mana rasmi, ana rasm. Tavakkal ochilib ketdimi bu?
Rasmlar va tavakkal g'ayliqani. Uni fayllardan ko'ramiz. CD Tegma rasmlar, pengilar. APK temp barcha rasmlar ko'rishingiz mumkin. Shu bilan bugungi darsligimiz videomiz tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like, comment va obuna tugmasini bosib qo'yingizni iltimos qilamiz. Siz bilan Ushak kanali va Ubaydullo Xudoberdiyev bo'ldi.